أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل lisani yafqahu qawli ve ba'd. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihson va iltifoti bilan al badalu degan tavobininki 5-si va eng oxiri bo'lgan badal degan shu darsda qantoq va undan farq bo'lgan to'q. Kelganimiz an-nidao degan ush mavzusida to'xtab qolgan. To'xtab qolgan yerimizdan o'shani davom etamiz darsimizda inshaalloh. An-nidao yana bir chaqirish. Voy palane, voy pustane, o bu degan o'xshash bizdami bor, balki har millatda bor bu. An-nidao. Masalan chaqirgan chog'da qaysi kelimlar asos qilindi. Qaysi kelimlarni ko'proq qo'llanadi, qaysi kelimlarni uzoq bir narsaga to'lg'an chog'da qo'llanamiz va yaqinga to'lg'an chog'da qaysini qo'llanamiz. Normalda to'lashganda qiladi. Masalan, bir kelga qutqizish va yordamga darhol yordam berish. Ma vaqtning o'zida masalan to'lg'an chog'da uning qandoq masalan qaysi xil harflarni ishlatildi. Shu mavzuda to'xtaldi bu bob. An-nidao deydi yana chaqirish. Musannif deydi bu haqda chiqib qoldi ya. ولل وللمنا وللمنادى الناء أو كت وللمنادى الناء أو كنائيا وأي وآ كذا أيا ثم هيا والهمز للداني ووالي من ندب أو يا وغير والدا لبس اجتنب وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يؤرى فعلما وذاك باسم الجنس والمشار له خل ومن يمنعه فانصر عازله وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في ربه قد عهدا ومن زما ما بلنوا قبل الندى واليجرى مجرى ذي بناء جددا والمفرد المنكور والمضافة وشبهه انصباه لمن خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يل الابن علما أو يلي الابن علم قد حطما واضمم أو انصب مزرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض والشذ اللهم في قريضي. خوش مصنف deydi hamde velil munada an-na'i, yani munada uchunki na'i degan yani na'i jiroq da velil munada al-ba'idi an-na'i jiroq chaqirilgan masalan nida va munada. Nida degisi chaqirish, munada shu chaqirilgan bir shaxs. Çakırılıcı ismi mef'ul nada yunani'de çıkan bir jirahın çakırılıcı için uzaktaki bir adam çakırış için ev kennay ya ki o yüzü jirah emez munada için ki jirah olan munada için ya ki ev kennay ya ki yüzü jirah emez ama şu jirah boğuşu okşaydığı munada. Hakikaten jirak emas bunun kışımız zıpa. O adamın ya kulağı eğir. Mesela ülük tolumuzsa
Bak vakırımız anlamaydı. Ya ki uxlab qolgan o adam. Onu o'zi masalan o'zgarcha yaqin bo'lgan bo'lsinmi, hukman nimada shu jiroq munada noidil bo'ldi. Avkan noidil emas shu. Yoki jiroq bo'g'uchi o'xshash. O'zi jiroq emas, ammo jiroq bo'g'uchiga o'xshaydi. Ya quloq eg'ir. Qaraq u odam to'lmasa anglamaydi. Ya odam uxlab qolgan, o'ylab qolgan. Aşağı arkalık o adamın yüzü kartış. Demek munada ki jirak olan munada için ya ki jirakka okşuğucu munada içindir ya va diyelikimize yine yani şiltiş gerek. Ya Zeydo, ya Gulamo diyendek mesela ya Tariyan Cebelen, ya Gulame Zeydin diyen konuşur. Ve ey yanıma mı bu? Ey, bunu bu. A. A degan bu bir harf. Bunu mu nida için kullandığı deydi. Jirak ve munada dait için A'nı mı kullandı? Şuna oxşaş eya. Anandınkin heya. Demek ya, ey, a, eya, eya. Bu şu beş harfini çoğu jirak munada için ya ki jirak munada oxşuq için işletildi deydi. Ee, Hem de buna da munada ya mendup bo'lgan bo'ladi yoki u mandubning g'ayri bo'ladi. Mandub ya mandubning g'ayri bo'ladi. Mandub deganlikni o'zi masalan undalgan, ya'ni mutafajja alay uning o'zida faqat bir berishqa voy cho'qinmishmi voy kimsan bo'lmaydi voy darhol kel voy palani voy madam og'rib qolib qoldi darhol ya madamning manda bir ish bo'ldi ya uyga manda bir hodisa bo'ldi darhol kel voy palani degandek masalan o nima mandub undalgan. Hem bu munada bu ündelgen buluşsun hali olmaydı ya ki ündelgen bulmaydı. Eğer o munada mendupның gayr olsa, mendup diye mutafecca aleyh, onun ahbariyet kılış, onun derhal kutkuzuş mesela mutafecca aleyh, derhal aşın kaşı beriş, derhal şun kutkuzu eliş. Bu men demek ki mendup diye. Bunun gayr olan olsa bu ya jirak olan buludu ya jirakның hükmü doğan buludu. Ev kendine ilgeç. Ya jirak oludu ya jirakның hükmü oludu. Xuddi mesela uxlab qolgan odam o'xshash yoki g'amg'ib turib qolgan odam o'xshash kendine ilgeç. Jirakның hükmünde jirak o'xshash. O'zi yaqinda. Bu odam ya biraz vaqti. Ayna to'lmasa anlamaydi, uxlaqqa kirmaydi. Ya bu odam uxlab qolgan masalan. Ya jirak oludu, u g'ayrimandup. Yoki yaqin bo'ladi. Eğer jirak bo'lgan bo'lsa yoki shu jirakning hukmi bo'lgan bo'lsa, uning uchun nidaning harflaridan ya, ay, a, aya buni qo'llanish lozim deydi eğer jirak bo'lgan bo'lsa. Eğer u yaqin bo'lsa deganda yaqin bo'lsa, u faqat hamzani qo'llanadi. Vel hamzu liddani degan. Va hamza hamda yaqin bo'lish uchun qolgan to'rtti nay uchun va hamza nima uchun dani uchunki yaqin uchun voy palani voy piston deb alohida ovozni suzib ovoz ko'tarib qo'yish uchun emas yaqin mishalik uchun hamzani qo'lida deydi. U g'ayrimandub agar yaqin bo'lgan bo'lsa uchun hamzani qo'lishi bor. Masalan azaydu aqbal zayd ay zayd oldinga qil degandek man qara oldinga qil degandek. Eğer u endi mandub nim bo'pti bu uzran bu munada mandub bo'pti. Yani mandub degan mutafajja alay yoki mutafajja minhu. Onun uchun fariyat chekilgan odam voy alloh voy madam olmanda qilib madem derhal kutkusu köp ya madem su içip bitip derhal kutkusu gerek ya ma uyga manda bir adı su. Ha bunu derhal kutkusu olaydı diyen olsun.
Bunun için vav kullanış gerek. Vav limen nudib. Hamza dani için yine hamzani o munada nim bo'lgan bo'lsa g'ayr mandub bo'lsa munada g'ayr mandub bo'lsa bu to'rt harfni ya ay a aya buni anandikin haya bunichu bu mandub nida uchun qo'llangan bo'ldik g'ayr mandub uchun nima demak ama hamzining o'zini bu nidaki munada uchun yaqin bo'lgan munada uchun qo'llangan am vavchu deganda val vavu liman nudib vav nadb qilingan aşağı derhal berip derhal zaten şu ündelgen kişi için vav'un işletildi yaki yan işletildi. Demek bunun için şu vav var. Va zeyda va zahra degan o'xshash voy zaydaxon voy mening dumbam voy o'qib degandek masalan va ya ham shunga o'xshash av ya degan shu vav mandub qilingan nadb qilingan kishi uchundir yoki yami shundoq va g'ayru va ladal labsiz tunib degan vaning boshqasi qaysi o mesela o mandub için ikki harfli qo'llanadi vav yoki yotdi vavning boshqasi yani ya demakchida bu iltibos irmang chirmang o'xshib qolgan chog'cha bu vavning boshqasi bo'lgan yani yadan ijtinob qilindi u vaqtda yani qo'llanmaysiz deydi biroz qolibdida masalan yani qo'llansa uning da iltibos bo'lib qolibdi voy paloni deb to'labdi bu odamning beshi middat kelgan odammi yoki normal to'lab qoldimi masalan irmon chirmon qolibdi ina qolmabdi mandaq iltibos bo'lib qolgan chog'da bu yani qo'llang'il bo'lmaydi yodan istinab qilindiki uzoq bo'lindi vaqt faqat vanila qo'llansiz demakchi والهمز للداني ووا لمن ندب أو يا وغير ولا أو يا وغير والد اللبس تنب مزمش demek o munada mendup buptu. Mendup diyebiliriz. Mutepecce'u aleyh ya ki el mutepecce minhu. Onun içindir vav'ını kullanışıyor. Va zeyda, va zehra diye. Ya ki yani hem kullandı. Kaçan o demek ki mendup'un gayrige iltibas kalması. Eğer onun da irman çırman olup mendup'un gayrige iltibas kapkası fakat van işletildi ve va yani işletiliş şeklenidi dedi. Hoş. Ve gayru mendubi ve mudmeri ve ma ca mustagasen kad yuarra fa'lama mendup'un gayri mendup'un gayri mesela nida demek. Değil mi? Nida. O mendup'un gayri nida. Ve zemirinin başkası. Ve bir narsa ki keldi ona so qutquzishni talab qilgan holat keldi. Manda bo'lib qolgan narsa bo'lib qolsa, boshqasi bo'lsa, agar mandub bo'lganda uni avatish bo'lmaydi. Va Zahra, va Abo, va Umma, va Zaydo degandek holatning o'zida buning uchun u nima qilish kerak? Ashada nidoning harfi kelish kerak. Wow, masalan. Mandubning g'ayri bo'lganda g'ayri va zamirning g'ayri va undan fariyat talab qilingan mandaq narsaning g'ayri bir narsaning g'ayriki keldi u mustag'asib kelgan narsaning g'ayri ba'zi qad yuarra fa'lama qad yuarra degan shu ba'zi vaqtda u nidoning harflaridan shu xoli qilindi qad yuarra uni yalang'och qilindi fa'lama buni bilib qo'ying deydi fa'lama bu belki beti to'shqish uchun keyin gap bu
Masalan, qandaqsiz harf nidani az qilish durust emas. Mandub bilan va zaydo degimiz zaydo degil olmaydi. Va zamirlan ham shundoq. Zamirlancho ham masalan o durust hazf qilolmaydi harf nidani. Ya iyyake kad kupituka degan o'xshash. Buni o'qishi dedi. Mandubmi o g'ayri. Mandubdan g'ayr bo'lsa, bunda qanday qilindi ekan? Urfun nidadan ba'zida uni yalang'och qilindi. Agar mandub bo'lib qolib qolsa, zamir bo'lib qolib qolsa, mustag'as bo'lib kelgan narsaning o'zida qanday qilindi? Uningdan hurufun nidadan uni yalang'och qilmaydi, uni bilib qo'ying deydi. Masalan, qanday qilsa harf nidaning o'zida hazf qilish durust emas mandublar. Va zaydo deganda zaydo deyish durust emas. Va zamirlarni ham durust emas ki ya iyyaka kabi ya iyyaka kad kupituka. Bunda iyyaka kad kupituka deyilmaydi dedi. Ya iyyaka ya bo'lish kerak. Va musg'aslama shundoq. Ya la zaydin. Ya la voy ma zayd uchun nim bo'lganda madam qildir olayli degandek ya la zaydin mustag'as. Manda qilib kelgan bo'lsa, buningdan bu harf nidanicho hazf qilish durust emas dedi. Ammo buni g'ayrubdi. Mandubni g'ayrubdi, zamirni g'ayrubdi, mustag'asning boshqasi. Mustag'as bo'lib kelgan narsani g'ayrubdi. Bu vaqtda buni hurufun nidahdan ba'zi yalang'och qilindi va yoki xoli qilindi. Buni bilib qo'ying. Ammo hamisha emas, qad yu'arra. Ba'zida hurufun nidahdan xoli qilindi deydi. خوش وذاك باسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عازله آشو qaysi osh hazb demak. Ash hurufun nidahni o'zini hazb qilish mandubdan muzmardan mustag'as kelgan narsaning g'ayrida ash hurufun nidani ba'zida hazb qilindi. Ya'ni yoki buni hurufun nidadan xoli qilinishini bilib qo'ying degan. Osh hazb qilish ism jins bo'ladi. Yoki enin shu ishorat qilingan narsa bo'ladi. Özren az şu haz isim cinsde ve müşerrinleyde azdır. Az. Mesela kandak degende mesela sümme entum haulâi teqtulûne enfusekum. Haulâi sümme entum haulâi teqtulûne enfusekum. Mesela qaysi oldu bu? Müşarinle oldu da sümentum ha ulay. Aslısı ya ha ulay demek için aslısı ya ha ulay sümentum ya ha ulay takılan bu sakumti demek için deydi de. Ha ulay benim o nimbolde ismul şar müşarinle müşarinle oldu. İşaret koyganlar sonunda az oldu. Aş haz mayda kalle pil mahar oldu. Az oldu. Aş hurufun nidani az bilish ism jinsida va uni o'sha musharlah ishorat qilgan narsada summantum haulay taqtuluna anfusakum. Ya haulay demakchi deydi bu yerda ya harf nidacho az qilindi. Nada musharlah. Bu bunday az qilish oz deydi. Va ism jinsida masalan qandaq deganda asbih leylo debdi da. Taң atqin, kecha. Yurg'in, kecha deb. Asli leyl ism jins. To mutlaq nekir kelgani uchun ham butun leylning hammani o'z qildi. Mayli 5 olsun, ayıq olsun, yoki butun leyl olsun. Yurg'in, kecha. Asbih leylo, ya'ni taqdiri asbih ya leylo degan bo'ldi dedi. Atrix qara. Asli atrix ya qara degan bo'ldi deydi. Mushunga o'xshash ism jinsida yoki musharrinlaydicho
Aşu harfin nidanın üzerine azıp kılış az oldu. Ve zâke pismil cinsi vel muşâri leh kalle ve men yemna'hu fansur azileh. Hoş bu mene az oldu. Ve bir kişi var ki tosudu çekleydi o kişi o azbni çekligen kişi mi bak. Yok onu azb kılmayımız diyelim bak. Pansur azile. Sen yardım kılın o kişininki taraftarda olup o kişininki mesela o elke eyiplik tutulup sen açık kişilen bille çekligen kişilen bille sen mi bille eyiplaşka eyiplap begin. Ve bir kişi ki çekleydi o kişi o haz yardım kılın. O şu çekligen kişinin çoğu eyiplişine yardım kılın. Sen mu bunu az pasa bulmayı degen demekçi de. Demekçi de buna da. Bu sınıfın muşkatada. Ee, Hoş. Buna okşaş mı kip kalıdı demekçi. وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد أهدى ومبني كغن معرف منادى مفرد Nemiga sunun rapisi çokum mondan burun ahda kılıngan. Mondan burun bir kata tunulgan. Muşu rapinin üstügü çoğu muarrab munada mufratın özüne mebni kılgın değil. Ne demek ki munada mufrat mudab yoki şibi muzab pozisyonu hali olmaydı o demek. Eğer bunda mufrat okup kalsa, mufrat olsa ya muarrab bo'lgan bo'ladi yoki nekir maqsud bo'lgan bo'ladi yoki nekir g'ayr maqsud bo'ladi. Munada mufrat olsa ya zeydu degandek masalan mufrat olsa ya ma'rif bo'ladi ya zeydu degandek yoki nekiriki maqsadlik nekir bo'ladi ya rajulu degan yoki nekiriki g'ayr maqsud bo'lgan maqsadsiz ya rajulan ya talian jabalan Xuz biyadi degandek ey taq chiqqan odam mening qo'lim tutib degan bir amaning so'zi ekan da ko'mayli qilma uni kim ekanligini ko'mayli deydigan gap yo toliyan jabala xuz biyadi deb bu nima nekeriki g'ayr maqsud ya'ni u neki u mudobga o'xshaydigan haqiqiy mudob emas ammo mudob taq chiqishi dedik mana yo toliyan jabalan ko'rinishda muzob emas ammo mohiyatda idofatdan ma'nosi o'zi chiqadi buni o'xshash bo'ladi buning o'zicha mabni qilgan deydi nemiga ening rabisi buningdan burun va'da qilingan ahda qilingan narsa ustiga ya'ni raf'ini ustiga mabni qilgan deydi ya zaydu ya rajulu degan o'xshash مثلا اگر رفيق قص الف ياك واولن مثلا ياك تسنيوب منادا وقتında deyimiz ya zeydani ya raculani degandek biz mesela tasniyini bo'lsak rafiqan bo'lsak nemiga ahda qilgan uni alif va nun ziyoda qilishga zeydani raculani degandek eğer o mesela cemi munada da nim bo'lgan bo'lsa cemi bo'lgan bo'lsa uni masalan vovni keltiramiz vovni ya zayduna va ya rujayluna degan o'xshash masalan vovni ziyoda qilamiz mushuni ustiga masalan bir jamini nido qilmoqchi bo'lsak biz unga rafiy holatda vovni ustiga qanday qilyaptik
vovni ziyoda qilish ustiga ahda qilingan. Tasniy va nimada jamining babida. Demak, unaga vovni ziyoda qilsiz demakchi-da. Hmm. En bunu bu şundaq. Bu endi nasbning o'rnida ham bo'ladi endi maf'uliyatga binoan. Nasbning nimasi ham bo'ladi. Buningki rapini ustiga mabni ahda qilingan narsa ustiga bino qiling dedi agarda rapini ustiga. Buni agar omil ashada qanday qilgan bo'lsa dam bilan rapi qildigan omil bo'lgan bo'lsa to'g'ri zada shu damni ustiga mabni qilindi. Bo'ladi bu mahalla mansubida maf'uliyatga binoan. Nima bu munada? Chunki ya rajulu deganlikning o'zi taqdir nima degan gap? Ya rajulu degani ad'u rajulan yoki atlubu rajulan degan bo'ldi. Harfun nida ad'u va yoki atlubu deganing o'rniga keladi bu. Ya rajulu degancha ya'ni ad'u rajulan yoki atlubu rajulan degan deganning o'rnida bo'ldi bu deydi. Bu nimada nasbning o'rnida bo'ldi bu. Ya rajulu ya zaydu degan bu kalimada. Ya zay va ad'u zaydan atlubu zaydan degandek. Ya zaydani masalan ad'u zaydayni va ad'u zaydayni ya rajulani degan uchun masalan ad'u rajulayni va atlubu rajulayni degandek jami do'stcho ad'u ya zayduna deganlikni ad'u zaydina va atlubu zaydina ya rujayluna degan uchun ad'u rujaylina va atlubu rujaylina degan o'xshash. Bu mahalla mansub. Amma zohircha bu qanday qilindi deganda biz uningga ahda qilinmagan raf'ini ustiga quriladi deydi. Shuni mabni qilindi. Nemini muarrab, munada va mufrad. Xo'sh. ومن ضمام ما بنوا قبل النداء واليجرى مجرى ذي بناء جددا. Endi bu nida qilingan ism nidadan burun mabni yo'q. Nida qilingan ismcho harf nida kirishdan burun bu mabni ekan. Ism haza dedi. İsmul işaret ay bu deb. Ya haza. Bunuchu deganda buningki nida kirishdan burun vanvi niyat qiling bir narsaning zammisniki mabni bo'lgan tu narsa. Nida kirishdan burun mabni bo'lgan narsaning zammisni nida qanday qiling niyat qiling. Bu nida aslida mabnidi. Ammo bu ma harfida kirgandan keyin yana zammislik mabni bo'ldi deb shuni niyat qiling. Wal yujra majrazi bina juddida. Wal yujra mujrazi bina in juddida. İcra qilindam ashuning o'zini qani ay harf nida kirishdan burun mabni bo'lgan narsaning o'zini yangidan onun mabnisini, onun binanın egisiki yenilangan binanın egisinin o'rnida icra qilinganning o'rni icra qilindi deydi. Albatta icra qilinadi. Mushni qani ash nida harf nida kirishdan burun mabni bo'lgan narsaninki nimaga damga mabni bo'lganligini albatta icra qilindi yoki icra qilinsin. Aş binanın orundaki yenilandı aş mebnini. Aş mebninin orundaki yenilandı aş mebnini. Bu harfide arkadaşlar bu mebniydi. Kirip boğan dinken kaydetin yeniden bu mebni dep yeniden mebni ikenligini icra kılsın deydi. Ya hazar diye mesela.
مثلا هذا bu ism mebni ne kadar isim işaret mebniydi bu. Bu ya harfi de kirişti bu mebniydi. Ya kirdi. Bunun üzdümü yine nida kiriştim burun mebni olan bolsun ama bununki kayıtıdan bununki bam ekanligini niyet kılan. Bunu yeniden mi mebni kılındı? Dep müşnak itikat kılın ya icra kılın deydi. Hoş. Hoş. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin.